Germaniyaning Nilich brendidan yana bir ajoyib bo'lgan qimmatbaho yoshartiruvchi mahsulotlarimizdan biri bu baliq peptidli kollagenimiz. Kollagenimizni upakovkasi xuddi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ichini ochgandan keyin aynan mana shunaqa idishlarda, ya'ni 10 ta shishali flakonda bo'ladi. Bu kollagenimiz krem emas azizlarim, bu ichiladigan suyuqlik, napitik deydi. Organizmni ichdan yoshartiradigan mahsulotimiz. Kollagenni odatda teriga ta'sir qiladigan kremlarga qo'shadilar-da. U yoshartiruvchi, ajin ketkazuvchi, terini tortib beradigan. Mana bu esa suyuqlik. Ichasiz, teringizni ichkaridan ajinlarini ketkazib, osilgan terilarni tortib, sizni yana qayta yoshartirib beradigan mahsulot bo'lib hisoblanadi. Baliq peptidli kollagenimiz ertalab och qoringa, nahorga ichiladi. 2 ta flakondan keyin уже o'zingizdagi o'zgarishni sezishni boshlaysiz. Organizmingiz ichdan yosharib boradi. Nafaqat ayollar, balki erkaklarda ham 25-30 yoshdan keyin kollagen ishlab chiqarilishi sekinlashib, bora-bora tugaydi. Ya'ni kollagen ishlab chiqarmaydi organizm. Shuni hisobiga qarish boshlanadi. Qarish boshlagandan keyin birinchi navbatda teri quriydi. Qurigan teriga ajinlar tushishni boshlaydi. Ajinlar tushgandan keyin teri osila boshlaydi va hokazo. Xullas kalom, go'zalligimizni yo'qotib boramiz. Bu kollagenni doimiy ichib yurishimiz natijasida mana shu go'zalligimizni qayta o'zimizga jalb qilib olib, undan tashqari ichdan yosharib, energiyaga to'yib boraveramiz. Xullas kalom, kim uchun go'zalligi ma'qul, ya'ni go'zalligi muhim birinchi navbatda turadigan bo'lsa, mana shu kollagenni olib ichishlaringizni tavsiya qilaman. Barchaga 25 dan oshgan barchaga o'zini yoshligini, go'zalligini, chiroyini asrab qoladigan mahsulotimiz baliq peptidli kollagenimizni tavsiya qilib qolgan bo'lar edim.